Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menlar yaxshi turdinglarmi? Arada darsimiz uzrab ketib, vaqt jihatdan sal egizpas bo'lib qolyotdi. Shuni o'zim to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Ya'ni 12 oyning oxiri qadar biroz aldirashib qolib, buni ayrim nima deymiz, ungelib, buni qilib qilganga vaqt yetishtirmay qoldim. Shuna bo'lsa-mu, bugun biz oldingi soatlik darsimizning davomini bir ko'rib o'taylik dedik. Bugungi darsimiz Yuhanna bayon qilgan xush xabar 20-soatlik dars. Yuhanna 6-bob 27-oyatdan agar vaqt yor bo'lsa 46-oyatga qadar bo'lgan mazmunlarni biroz ko'rib o'taylik dedik. Oldi bilan biz mazmunni bir qatim o'qib chiqaylik. Biroq sizlar bozuldigan uzoqlik uchun emas, bozulmaydigan mangulik hayotlik beradigan uzoqlik uchun jon tikib ishlanglar. Buni sizlarga inson o'g'li o'zim berman. Chunki mening bunda qilishimni Xudo otam tasdiqlagan. Ular qanday qilganda Xudoning xizmatida bo'la olamiz deb so'rashdi. Xudoning xizmati Xudoning avatginiga e'tiqod qilishdir, deb javob berdi Hazrat Isa. Ular yana, siz qanday mo'jiza yaratish bilan bizni o'zingizga ishontirasiz? Bizga nima qilib bermoqchisiz? Ajdodlarimiz cho'lda yurganda manna deb atalgan non yegan. Bu haqda Zaborda u ularga arishdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan. Siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz deyishdi. Biroq Hazrat Isa ularga mundaq dedi. Bilib qo'yinglarki, ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni Musa payg'ambar emas, balki Xudo otam bergan. Mana hozirmi sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudo otam beryotidi. Bu non arishdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchidir. Taqsir, hamisha bizga bundaq non berib turg'aysiz deyishdilar. Hazrat Isa mundaq dedi. Hayotlik beradigan non o'zimdirman. Mening yenimga kelganlar hargiz osh qolmaydi. Menga e'tiqod qilganlar hech qachon usimaydi. Lekin sizlarga aytganimdek, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, menga e'tiqod qilmayapsizlar. Xudo otam menga topshirganlarning hammasi mening yenimga keladi. Mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab o'tmayman. Chunki men o'z irodamni emas, meni avatguchining irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushdim. Meni avatguchining irodasi bo'lsa, uning menga topshirganlaridan birini yo'qotmasligim. Shundaqla qiyomat kuni ularning hammasini tirildirib, mangulik hayotga erishtirishimdan iborat. Chunki mening otamning irodasi o'g'lini, ya'ni meni tunugan va menga e'tiqod qilganlarning hammasini mangulik hayotga erishtirishdir. Men ularni qiyomat kuni tirildirib, mangulik hayotga erishtiraman. Hazrat Isa arishdan tushgan non o'zimdirman deganligi uchun Yahudiylar uningga norozi bo'lib g'udunishga boshladi. Bu Yusufning o'g'li Isa emasmi? Otasinimi, onasinimi tunaydigan tursak, yana qandoqlarcha arishdan tushdim deya olasin deyishadi ular. Menga g'udunishiminglar, dedi Hazrat Isa. Meni avatgan Xudo otam o'z kishilarning qalbiga solmasa, ular mening yenimga kelolmaydi. Mening yenimga kelgan kishilarni qiyomat kuni tirildiraman. Payg'ambarlarning yozmalarida mundaq yozilgan. Ularning hammasiga Xudo tarafidan ta'lim berildi. Shunga atamning ta'limini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yenimga keladi. Bu atamni bir kishi ko'rgan deganlik emas, atamni faqat uning yenidan kelguchi malla ko'rgan. Xo'sh qarindoshlar, undaq bo'lsa biz mazmunni ko'rishdan burun oldingi soatlik darsimizni bir qatim eslab o'tsak, biz oldingi soatlik darsimizda Hazrat Isoning, ya'ni suv ustida mingishi va shunday xaloyiqning Hazrat Isoni uning mo'jiz yaratganligi uchun xaloyiqning Hazrat Iso agashganligi, ham shunday Hazrat Isoni izlab Kaparna Tibriya ko'lining, ya'ni Jaliliya ko'lining o'qitidan bu qadar Hazrat Isoni izlab kelganligi va ular bilan bo'lgan Hazrat Iso bilan xaloyiq o'rtasidagi dialogni biz ko'rgan edik. Ya'ni oldingi soatli darsimizning markaziy ideyasini biz mayli suv ustida mingish olsun, mayli shogirdlarning shuning qarta inkosi bo'lsin va yoki faqat Rabbning mo'jizasini ko'rib, mo'jizasiga qarab, uning haqidan agashganlar, mushu xaloyiqlar qarab, mushu alayliklar qarab biz yig'incha olgan mazmun bo'lsa, Xudoning bizning hayotimizda
qilmoqchi bo'lgan ishlari biz o'ylab baxmagan, biz ko'rib baxmagan va hatto bizning cheklik bo'lgan tasavvur qobiliyatimizdan halqagan, o'y fikrlarimizdan halqagan, bizning bu cheklik dunyoimizdan halqagan shunday bir ishlar bo'lganligi uchun biz hargiz Xudoni o'zimizning o'y fikrimiz, tasavvurimiz, xiyollarimiz, planlarimiz, arzu havaslarimiz ichida Xudoni tepishga, Xudoni tushunishga, Xudoning so'zlarini izohlashga urinmasdan, tirishmasdan, aksicha o'zimizni quruqdab, o'zimizning qalbimizni, o'y fikrlarimizni, shunday qarashlarimizni va yoki tajriba savodlarimizni tashlab, Xudoga yangi bir qalb bilan quruq bir qalb bilan Xudoning oldiga kelib, Xudoning o'zining so'zi, Xudoning o'zining shu mehr muhabbat bo'lsin, so'zlariga bo'lgan tushunchalar bilan bo'lsin, muqaddas ruhning aql farosat bilan bo'lsin, bizning shu qalbimizni to'ldirishini, qalbimizni Xudo o'zining shu mo'lligi bilan to'ldirib, texim mo'llashtirishini, isloh qilishini, izlashimizning, talab qilishimizning naqadar muhimligini biz tafsiliyroq ko'rib o'tgan edik. Bugungi darsimiz bu. Buningga albatta ulanib mağdu bağlanışlıq bu məzmunğa bu yeni bir qatim təhliləm çıxıdı desəm bo'ladi. Şuna biz undaq bolsa şu aldığın saati məzmunlarni ham biz qalımızğa əsimizə eğilib durub bugünkü məzmunni biz görüb ötəylik. Yəni aldığın saati məzmunda şu Hazrat İsa bilan xaloyiq arasındakı dialog deb turib faqat birinchisini, yəni 3 cümlə söz var deb faqat birinci cümlesini biz görüb ötgan edik. Yəni xaloyiqning Hazrat İsa'ni izlab, Hazrat İsa'nın aqıdan əgişib, manğanlığını Hazrat İsa sizlər mening möcüzələrimni görüb düşənganliginglar üçün emas, nallardan xalğan yeganliginglar üçün, yeb to'yganliginglar üçün izledinglar degan məzmunning, yəni mushu cümlə sözünün nimadan derak berganligini biz ko'rib o'tgan edik. Va shunaqla endi ikkinchi va uchinchi jumla so'zi bo'lsa, biroq sizlar boziladigan uzoqlik uchun emas, bozilmaydigan mangulik hayotlik beradigan uzoqlik uchun jon tikib ishlanglar deb. Bu yerda yana hayotlik, ya'ni mavjudlik, bizning mavjudligimiz, hayotligimiz, bizning barcha tirishchanliklarimiz bizning tirishishimiz hayotligimiz uchun emasmi? Ya'ni turmushimizdagi muhtojliklarimizdan hacitimizden çıkış için biz şu kadar tirishchanlik ko'rsatib, tirishib ishlab, o'zimizning hayotimizni, qamdavatimizni zehn bo'ldi emasmi? Shuna o'xshash bugungi mazmun bo'lsa, dal shu hayotlikdagi ozuqliq degan shu mazmunga markazlashadi. Ya'ni Hazrat İsa deymiz biz shu bo'lakning qisqacha mavzu qo'yib qo'ygan biz bo'lakga qarasaqmi, Hazrat İsa ruhiy ozuqdir deb qisqacha bu abzas mazmunning mavzusi borligini biz ko'ramiz. Shunga o'xshash shu joydan boshlab haqiqiy ozuqliq haqiqiy ozuqliq men bo'laman degan mushuni markazlashtirib, endi bu insonlarni sizlar dal shu bozildigan ozuqliq uchun ishlamasdan, jon tikib ishlamasdan, balki bozilmaydigan mangulik bo'lgan shu uzoqlik uchun jon tikib ishlanglar degan mazmun biz ko'rib o'taylik. Yana bayon dedik emas, insonlar mayli qaysi davr bo'lsin, davrdan davrgacha bo'lsin, insonlarning tabiatini, ya'ni tarixiy asarlarni o'qisanglarmi, tarixiy davrlardagi o'zgarishlarni kuzatib baxsanglarmi, hozirgi davr bilan solishtirib baxsanglarmi, insonlardagi shu tabiat nima desa, insonlar bularning izdinishi, bularning tari chiqarib ishlashlari bo'lsin, jon tikib o'zining jinini alqonga elib qo'yib turib ishlashlari bo'lsin, hammasi dal shu turmush hojatidan, ya'ni ozuqliq tepish. Masalan, hozirgi davr kishilarimizning hayoti bo'lsa, asosan qamdilib bo'lgan, ya'ni turmush hojati, ya'ni eng asosiy bo'lgan muhtojlik nima desa, yeydigan, kiydigan, turadigan. Shu 3 asosiy insonning mavjudligi uchun eng asosiy lozimatli bo'lgan narsa shu yeydigan, ya'ni qursuq to'q bo'lsa, kiyim bo'lsa, usti kiydigan kiyim bo'lsa, shu yotadigan joy bo'lsa, buni biz inson uchun eng asosiy yashash sharoiti, yashash nimasi shakllanganligidan derak beradi deb o'ylaymiz emasmi? Shuningga o'xshash inson ayni davrlarda bo'lsa, ana shunda qursug'ini to'yg'izish uchun, masalan, tarixiy kinolarni qarasanglarmi, tarixiy kitoblarni o'qisanglarmi, ayni davrlarda qursug'ini qamdash to'yg'izish uchun yoki uyining, oilasining, farzandlarining yoki oilasi kishilarning qursug'ini qamdash uchun boshqalar qul bo'lib ishlayotganlarni biz ko'rgan edik. Anglagan edik deganga o'xshash. Dal shunga o'xshash burungi davrlarda bo'lsa, ana shundaq asosiy bo'lgan
turmushdagi asosiy shu shartlarni to'liqlash uchun ana shunda jon tikib o'zini qul qilib setib degan shuni ishlayotganlarni bilgan bo'lsak, hozir bo'lsa hamda asosiy jihatdan yani alayda bo'lgan bir joylarning alayda bir davlat o'rinlarni hisob qilmagan vaqtimizda insonlar o'zining asosiy bo'lgan turmush, ya'ni mavjudlik asosini yaratib bo'lgan yoki qamdiyalaydi, ta'minlaydi degan o'sha shuni tushunsak bo'ladi. Endi biz bu yerda bugungi masala nimaga markazlashgan desa, dal mushundaq Rabning degandiki bu bozuladigan uzuqlik bilan bozulmaydigan uzuqlik. Bu uzuqlik degan bu so'zning ma'nosini biz qanday tushunib, hayotimizga qanday tatbiqlashimiz kerak degan mushu mazmun asosiy bir cho'ng bir tumurni elib mangan bir mazmun desakmi bo'ladi. 27-oyat qaraydigan bo'lsak, Hazrat Aysoning oldingi soat biz degan 3 jumla so'zi bor deb turib, ikkinchisi bo'lsa bu xaloyiq degani, sizlar bozuldigan uzoqlik uchun emas, bozulmaydigan mangulik hayotlik beradigan uzoqlik uchun jon tikib ishlanglar degan mushu jumla so'zini biz tahlil qilib baksak, bu albatta birinchidan bizning hayotligimizdagi, turmushimizning qamlashimizdagi biz bayamdadan deb o'tdik, turmushimizdagi asosiy bo'lgan, ya'ni mavjudligimizdagi asosiy sharoit bo'lgan, yeydiganimiz bo'lsin, va yoki kiyim-kechaklarimiz bo'lsin, va yoki tural joylarimiz bo'lsin, shunga o'xshash maddiyatimiz. Ya'ni bizning turmushdagi mavjudligimiz uchun kerak bo'lgan shunday moddiy narsalar bo'lsin. Va yoki bulan bo'lib qolmasdan yana bizning ruhiy ozuqligimiz, ya'ni ruhiyatimiz uchun bizning barcha ish harakatlarimiz olsun, bizning barcha mavjudligimizning asosiy biz diqqat qilib o'zimizni kuzatib, insonlarimizni kuzatib baksak, hammasi qalbdan boshlandi, ruhiyatdan boshlandi. Mayli har qanday kasal bo'lsin va mayli kasal desa, mayli roh bo'lsin va yoki boshqa kasallar bo'lsin, bu kasallar hammasi odam ruhiyatidagi, ongidagi shunday narsalarni qanday qabul qilib, qanday chiqadi degan o'xshash shu narsalarni biz chetga qaqilmaydiganligini biz shu doktorlarniki, mayli bu tibbibat sohasidagi degan kishilarniki shu tushuntirishlarni anglab baxsanglar, buningga bog'liq ekanligini biz anglay olamiz, bila olamiz. Shuning o'xshash insonning barcha harakatining manbasi nada desa qalbida, ya'ni qalbidagi ilhomga bog'liq. Qalbida inson nimani qalbiga pukib, nimani arzu qilib qolgan bo'lsa, nimaga intilgan bo'lsa, bu narsa o'y fikrlari bo'lsin, bu narsa shu insonning harakatiga, hayotiga, hayotlik nishoni bo'lib, hatto hayotlik mazmuni bo'lib, hatto hayotlikning ma'nosi bo'lib, hatto o'zining hayotida, turmushida ifodalanib chiqadigan narsalar. Shuning o'xshash, mana shundaq insonning ozuqliqi bo'lsin, bu inson uchun mavjudligi uchun kerak bo'lgan bu sharoitlar, biz bayam degan ko'zi ko'ringan sirtqi jihatdagi bu yemak-ichmak va yoki kiyim-kechak va yoki turadigan, yotadigan joy deganlarga bog'lanib qolmasdan, insonning mavjudligidagi eng muhim omil bo'lgan, eng muhim turtki bo'lgan narsa dal shu ruhiy ozuqliq ekanligini biz bugun shu mazmunlar orqali ozroq ko'rib o'tamiz. Dal shuningdek bir yerda Hazrat Aysoning degani bu xaloyiqqa sizlar shu yeb ichish, qursonlarni to'g'izish uchun o'zinglarning hojat turmushdagi hojatinglarni qamdash uchunlar o'zinglarni jon tikib ter to'kib shuni ishlashga, shuning bilan berilib ishlamasdan balki sizlar buzilmaydigan uzuqlik uchun ishlanglar. Ya'ni buzilmaydigan uzuqlikni o'ylanglar degan o'xshash shu mazmunni biz ko'rib o'tamiz. Bu bugungi davrda nihoyatda bizning hayotimizga tatbiqlanadigan mazmun. Masalan, biz kishilardan so'rab baksak, qanday orzuying bor yoki nima qilish xohlaysan desa, ba'zilar deydi, "Najiq pul tepish xohlayman" deydi. Ba'zilar bo'lsa, "Cho'ng shirkat etish xohlayman" deydi. Va yoki ba'zilar bo'lsa, "Qanday bir utuqlarni qozonish xohlayman" deydi degan o'xshash. Bu hammasi insonning o'zining ko'zlagan, o'zi yetmoqchi bo'lgan dal shu ishlarni amalga oshirish orqali o'ziga qanoat, o'ziga bo'lgan bir mamnuniyat, hayotiga bo'lgan bir utuq yoki utuq degan narsalar va yoki pul tepish orqali va yoki shon-sharaf, nom-obro' qozonish orqali o'ziga bo'lgan bir ma'no ifodalash, ma'no chiqarish, hayotiga bo'lgan shunday bir ma'no, mazmun, shunday ifodalash uchun o'zing qalbiga bo'lgan bir qanoatni his qilish uchun shu narsalarni arzu qilib yashayotganligini biz anglay olamiz kishilarniki. Ham shuning uchun dal shu ko'zlagan, masalan, jiq pul tepish uchun tirishayotganlar bo'lsa,
keç gündüz mayli eg'ir ishlar bo'lsin, mayli yenik ishlar bo'lsin, mayli qanday ishlar bo'lsin, xalqlarning, boshqalarning, kishilarning oldidimi hatto har qanday so'zlarni anglasimi, qat'iy ninqamasdan shu pul desa, keç gündüz Uyg'urlardan aram qilib turib, hatto yemay, ichmay ishlayotganlarni biz ko'ra olamiz. Bularning maqsadi birdan-bir nishoni dal shu jiq pul tepish uchun shuna qilayotganligini biz ko'ra olamiz. Va yoki ba'zi bo'lsa shon sharaf uchun o'zining bir kasb, bir sohada utuq qozonish uchun to'xtamay shu sohada tirishayotganligini, to'xtamay shu soha bo'yicha xalqlar bilan, shu sohadagi kishilar bilan aloqalashib, shu sohani ham o'zining hayotining markaziy harakatlantirish kuchi qilib turib, shunday yashayotganligini, shu hayotining eng markaz qismida dal shu ishning borligini biz ko'ra olamiz. Lekin oxiratda biz oxirsida bularni biz o'ylasak, bunday kishilarning bularni markaz qilib, bularni turk qilib yashashi albatta utuq qozonish, bir soat utuq qozonish, buni biz xato demaymiz, buni biz yengilgan ish demaymiz. Lekin bizga nisbatan buning turtkusi, chiqish manbasi nerede? Biz Xudoning yo'lida oshna-oshlan qilyapmizmi yoki biz o'zimizning qalbimizdagi shu arzuyimizni, havasimizni, qalbimizdagi shu umidlarimizni, o'zimizga xos bo'lgan shu arzu ishlarni yetish orqali biz o'zimizning mavjudligiga, inson o'zining mavjudligiga bo'lgan shu ma'noni, inson o'zining qobiliyatini, kuchini boshqalarga ko'rsatish uchun va shularni namoyon qilish orqali o'ziga bir mamnuniyat, qanoat his qilish uchun qilayotgan ishlarmi degan o'xshash dal shunday bir manbasiga qarab turib biz bularni farq eta olamiz degan o'xshash. Dal shunga o'xshash hozirgi davr kishilarda bo'lsa, bo'libmi Xudodan yiroq yashaydiganlarning ko'p, bu dunyoda ko'p kishilarimiz Xudodan yiroq yashaydi, ya'ni e'tiqod sohasi, ya'ni e'tiqodga sal qarab turib, hammasi dunyodagi kishilarning hammasi bayashatga, hashamga va yoki huzur halovatga, o'yin tomoshaga, shu narsalarni ko'zlab turib, o'zining barcha topgan, taygan ish qilgan narsalarni hammasini dal shunday kishilarning oldida o'zining kuchini, o'zining bayashatligini, o'zining xo'shal-xo'ramligini boshqalar ko'z qilish uchun barcha zehnini, barcha kuchini sarf qilib turib, shu ishlatadigan yeri bo'lsa, dal shunday ishlar, o'yin tomosasi, bahra alovatlari va yoki boshqalar ko'z qilish uchun degan o'xshash. Buni sizlar Instagram, hammalar Instagram bor, hammalar tor sohasiga kirsizlar, ko'rsanglar, hammani es qila olasizlar. Dunyodagi kishilarning hozir qanday eqib ketayotganligini. Qarasanglar, qalbida hech qanday bir qalbining qop-quruq holatda, qalbining hech qanday bir cho'nqurligi yo'q, o'y fikrining cho'nqurligi yo'q, hayotining bir cho'nquri nimasi yo'q, hammasining dal shunday dunyoning iqimiga o'xshash bir ruhiyat yo'q, qalbi yo'q kishilarga o'xshash, dal shu dunyoning shu sirtqi asham bayashatlariga, ko'z qilgan narsalarga shularni qo'g'lishib yashayotgan kishilarning tangdan to'lish ekanligini sizlar to'g'ri sohasiga kirsanglar buni ko'rib yetalasizlar degandek. Bu mazmunni bizning hayotimiz bilan o'ylab, bu hukmning uzuqlik, buzilgan uzuqlik bilan buzilmaydigan uzuq, mangulik uzuqlikni biz tushunishimiz uchun deb buni mana deyishimiz bilan bek uzrab ketdi bu mazmun. Qisqasi dal shundaq uzuqlik, mangulik uzuqlik bilan buziladigan uzuqlik nima deganda biz har vaqt anqirab turishimiz uchun bu mazmunni bir qatim deb o'tish to'g'ri keldi deb qo'ysam. Shuningga o'xshash davomliq, ya'ni 3-jumla so'zi bo'lsa, ya'ni bizni insonlarni dedamasmi, dal shunday bayam deganga o'xshash shu ikki qatordagi kishilar dedamasmi, buzilmaydigan uzuqlik uchun turadigan e'tiqodchilarga o'xshash Xudoni hayotining ma'nosi, butkul hayotining markazi qilib yashaydiganlar, Xudoning so'ziga intilib, Xudoning so'zi orqali xo'shallik topadigan, hayotiga ma'no topadigan, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasi orqali o'zining hayotiga ma'no va Xudodan kelgan shu qanoat orqali o'ziga qanoat his qilgan shunday kishilar, shunday turkumdagi Xudoga tava haqqonilar bilan va yana bir turkumdagi shu buziladigan buzuqlik uchun jon tikib tirishayotgan shunday bir turkumdagi dunyoga tava kishilar, ya'ni dunyoni ham o'zining bu dunyolikdagi bugundagi shu ishlarni, huzur alovatini, nom-obro'yini, shon sharafini o'zini markaz qilib shunday yashayotgan shunday bir kishilar bilan misol qilib bu mazmunni biz ko'rib yetalaymiz qisqacha. Buni yana o'zinglar o'z oldinglarga tafakkur qilib kuzatib boqsanglar, texim cho'nqur tushuna olasizlar.
qisqasi biz 3-chi kezdek buni sizlarga inson o'g'li o'zim berman, chunki mening bunday qilishimni Xudo tam tasdiqlagan. Ya'ni mangulik uzuqlikni, mangulik hayotlikni, ya'ni buzilmaydigan mangulik hayotlikni inson o'g'li bo'lgan men o'zim berman deb. Endi bu yerda deganimiz albatta bizning kunlik turmushimizdagi bayam degan moddiyatimizdagi bo'lsin va yoki ma'naviyatimizdagi, ya'ni turmushimizdagi moddiy narsalar deganimiz bizga muhtoj bo'lgan, bizga lozimlik bo'lgan turmushimizdagi yemak-ichmak, kiyim-kechak va turgan joy degan o'xshash qisqasi bunday narsalar bo'lsin va yoki boshqa ma'naviyatimizdagi, ruhiyatimizdagi uzuqlik bo'lsin, bularning hammasining manbasi asli Xudo. Dunyodagi har qanday mavjudotning manbasi, kelish manbasi asli Xudo emasmi? Shuni ta'minlovchi ya'ni Xudo. Shuni o'xshash, lekin biz Hazrat Aysoning biz matto bayon qilgan xush xabarda degan gapini biz bilalaymiz. 6-bob qarasanglar matto bayon qilgan xush xabarda sizlar oldi bilan Xudoning podshohligini izdanglar. Andan keyin boshqa narsalarni sizlarga berildi degan shuna so'zi bor. Shuni o'xshash biz lekin bayam dedik, bizning qalbimizning markazi, bizning qalbimizning turtkusi, biz o'zimizning arzu-havasini qo'g'lishib yashayot, bizning o'zimizning arzu-havaslarini intilganlarimizni manba qilib turib, turtki qilib turib, shularni qo'g'lishib yashayotmizmi yoki Xudoni markaz qilib turib, Xudoning yo'lida turib biz shunday narsalarga erishdikmi degan narsa orqali biz bizning mangayotgan yo'limiz yoki bizning intilayotganlarimizning dunyoga xos buzildigan narsalarmi yoki mangulik hayotlikqa xos Xudoga tava ishlash kerakligini biz anqara olamiz deb bayam qisqa deb o'tgan edik. Dal shunga o'xshash biz oldi bilan Xudoning so'zini izlanish orqali, Xudoning so'zi orqali, Xudoni tushunish orqali, Xudoga tushunishga bo'lgan intilishimiz orqali Xudo uchun biz markazlashtirib hayotimizni markazini Xudoning so'zi qilib, Xudoning yetaklishi qilib biz yashayotgan vaqtimizda bizga kerakli bo'lgan barcha narsalarning hammasining Xudoning bizga berganligini biz mayli boshqa xush xabarlar bo'lsin, boshqa so'zlar, boshqa Xudoning boshqa so'zlari bo'lsin, biz har vaqt anglab turadigan so'zlar. Dal shunga o'xshash bu yerda inson o'g'li o'zim berman, buni Xudo ham tasdiqlagan deyishi, dal bizga Hazrat Aysoning bizga mayli moddiyatimizga narsalar bo'lsin, kerakli bo'lganlar bo'lsin va yoki ma'naviyatimizga narsalar bo'lsin, hammasining manbasi, hammasini bizga ta'minlovchi, hammasini bizga beruvchining dal Hazrat Ayso ekanligini, buni Xudoning tasdiqlaganligini bu yerda aytganligini biz ko'rib o'talaymiz. Shuning bilan bu xaloyiq nima deydi desa, undaq bo'lsa biz qanday qilsak Xudoning xizmatida bo'la olamiz deb so'raydi. Ya'ni bayam dedi emas Hazrat Ayso, buzilmaydigan mangulik hayotlik bergan uzuqlik uchun jon tikib ishlanglar dedi emasmi? Shunga xaloyiq undaq bo'lsa biz qanday qilsak shu buzilmaydigan uzuqlik uchun jon tikib ishlaymiz degan ma'noda qanday qilsak Xudoning xizmatida bo'la olamiz deganligini biz ko'ra olamiz. Shuning bilan Hazrat Ayso Xudoning xizmati, ya'ni buzilmaydigan mangulik hayotlik bergan uzuqlik uchun ishlash deganimiz Xudoning avatganiga e'tiqod qilish ekanligini bu yerda. Ya'ni Xudoning avatganiga e'tiqod qilish bu dal Xudoning ishini qilish hisoblanadi deb. Bayam dedik emasmi? Bizning qalbimizning markazi dal Xudomi? Xudoni markaz qilib turib, Xudoni yetaklashi bilan yashayapmizmi va yoki o'zimizni markaz qilib turib yashayapmizmi qarab, bu ikkisining nimasi ayrilib ketadi dedik emasmi? Yer yuziga tava dunyo xos ishlarmi yoki mangulik tava ishlarmi? Bu shuni farq eta olamiz dedik emasmi? Shuning o'xshash bunun manbasi, markazi, ya'ni qalbimizning ichidagi bu turtga, bu barliq harakatimiz bo'lsin, hayotligimizning barcha yo'nalishini belgilayotgan shu qalbimizning yuragimizda to'xtatilgan shu markaz bo'lsa, Xudoning avatganiga ishonish ekanligini bu yerda Hazrat Ayso da'vat etdi. Ya'ni Xudoning avatganiga, Xudoning planiga, Xudoning irodasiga ishonish, dal Xudoning ishini qilish ekanligini bu yerda edi. Shunga biz da'vatimiz Xudoning irodasini, bizning hayotimiz bo'lgan irodasini markaz qilib turib, Xudoning dal shu amalga oshirmoqchi bo'lgan planlarini markaz qilib turib, Xudoning bizga avatgan Hazrat Ayso Masihni biz o'zimizga bosh qilib turib, qalbimizning taxtiga o'ltirg'izib turib, uning yetaklashiga itoat qilib, uni markaz qilib yashash, dal Xudoning ishini qilish, Xudoning xizmatida bo'lish kerakligini bu yerda biz shu mazmun orqali ko'ra olamiz. Shuning bilan Hazrat Aysoning bu javobini olgandan keyin ular yana nima deydi desa, siz qandoq mo'jiza yaratish bilan bizni o'zingizga ishontirsiz, bizga nima qilib bermoqchisiz deb. Shu 6-bobda chiqqan mo'jiza deganimiz asosan mo'jizalik bishorat,
bishoratlik belgi sifatida bilinadigan shuna mo'jiza degandek shu mazmunni bizga ko'rsatdi. Ya'ni Xudoning avatgini biz oldin sotiladigan Xudoning avatginini farqlantirish uchun uning so'zlarini, ularning so'zlari amalga oshdimi deganlar orqali farq eta olasizlar deb biz qonun shariat orqali ko'rgan. Ham shundaqla qutquzuvchi Masih Xudoning avatmoqchi bo'lgan shu dunyoga kelmoqchi bo'lgan Masih kelishdan burun kelganda qanday ishlar bo'ldi deganga o'xshash barcha bishoratlar hammasi Yeshaya qismida bo'lsin, boshqa kitoblarda, payg'ambarlar qismlarida allburun bishoratlari allburun allburun deyilgan so'zlar edi. Endi bular yana nima deydi desa, uni biz Xudoning xizmati, Xudoning avatgini e'tiqod qilishdir dedi emas mazardaysa. Shunga bular undaq bo'lsa, Xudoning avatgini, ya'ni siz o'zingiz Xudoning avatgini bo'lsangiz, undaq bo'lsa siz bizga qanday mo'jizalar yaratish bilan, qanday ishlarni qilish bilan, ya'ni mo'jizalik ishlarni qilish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz. Nima qilib bermoqchisiz? Shularni qilsangiz, andan keyin biz sizning Xudoning avatgini ishkanligiga ishonib, biz sizga ishonaylik, e'tiqod qilaylik deganga o'xshash shundaq o'y fikr ichida bularning degan so'zining siz qanday mo'jiz yaratish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz, bizga nima qilib bermoqchisiz deb yana ajdodlarimiz cho'lda yurganda manna deb atalgan non yegan. Bu haqda Zaburda ularga arishdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan. Siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz deb mushu ma'noda Hazrat Aysodan bir mo'jiza talab qilayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni nima bilan solishtirib desa bu yerda yana Musa payg'ambar bilan solishtirayotganligini biz bilib olamiz. Ya'ni bularning tushanchisida ayni vaqtda Isroillar shu cho'lda yashadi emasmi, 40 yil yashadi. Shu jarayonda cho'lda bular nima edi? Manna edi emas. Manna deganimiz qonun sharhi va yoki cho'l safari, ya'ni cho'l bayonidagi safar degan qismiga, ya'ni bizning kitobimizda cho'l deb yozilgan. Shu cho'l qismiga qarasanglar, 11-bob 7-oyatdan 9-oyatga qadar mazmunlarni o'qisanglar, bu mannaning bir osh ko'kining urug'iga o'xshash shuna bir donliq bir urug' ekanligini, ham shu vaqt Isroillarning shu donni, ya'ni urug'liq donni ezib shuningdan non pishirib yeganligini, uning ta'mining asalning ta'miga o'xshash va yoki zaytun yog'ining nemis purug'i chiqadigan shunga o'xshash bir tatliq mezli non chiqadiganligini deydi, tasvirlaydi. Shunga o'xshash bularning tushanchisida ayni vaqtda Isroillar shu cho'lda yashayotganda, cho'ldagi vaqtida Musa payg'ambarning nimasi bilan bularga erishsin, shu manna tushirilganligini deb turib, bular Musa payg'ambar ana shunday mo'jizalarni yaratdi deb turib, mo'jizalarning barcha mo'jizalarni qiluvchi shu mo'jizalarni yaratuvchining Musa payg'ambariga bog'lab qo'yganligini aytadi. Shunga Hazrat Ayso bu nima deydi desa, bilib qo'yinglarki, ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni Musa payg'ambar emas, balki Xudodan bergan. Ya'ni ayni vaqtda shu mo'jizalarni yaratuvchi Musa payg'ambar emas, balki va yoki shu insonning kuch qudrati emas, ya'ni Musa payg'ambarning kuch qudrati, Musa payg'ambar alohida bir kuch qudratlik ega olamdan tashqari bir inson bo'lganligi uchun emas. Aksicha uning hammasini shu mo'jizalarni ko'rsatguchi dal Xudo otam degan ma'noda, ya'ni balki Xudo otam sizlarga bergan shu ayni vaqtdagi shu ishlarni, ya'ni shu mo'jizalarni sizlarga ko'rsatguchi Xudodir. Shu mo'jizalarning manbasimi Xudodir. Bu inson qanaqki bir inson shunday bir kuch qudratga ega, shunday bir olamshumul mo'jizalarni yarata oladigan kuch qudratga ega bir inson emas, balki buni ko'rsatguchi, bu mo'jizalarni ko'rsatguchi bo'lsa Xudo otam deb turib, Xudoga markazlashtirganligimiz ko'ra olamiz. Endi bundoq bir tushunchalar hozirgi e'tiqodchilar orasidami yo'q emas bor. Ya'ni mo'jizaga bir alayda ishlarga markazlashtirib, shu mo'jizalarning yuz berganligini, bir alayda ishlarning yuz berganligini markazlashtirib turib, shu mo'jiza orqali ham Xudoni es qilishni xohlaydigan, shu ko'zi ko'ringan alayda o'zgarishlar, alayda ishlar orqali ham Xudoning mavjudligini, Xudoning ishini deb turib baholashni markaz qilib turib, o'zining e'tiqodchilik hayotini dal shuningga markazlashtirib olganlarmi nihoyat ko'p. Va yoki bir xil usullar, bir xil qonun, qoidalarni markazlashtirib turib, mundaq duo qilsa Xudo anglaydi, mundaq duo qilsa Xudo ijobat qiladi, mundaq duo qilsa Xudo qo'g'daydi deb turib, bir taraflama holatda
bu hakikaten bir yat dinlarning, başka dillarning odatlariga o'xshab qolgan bir ideya, bir tushuncha desak ham bo'ladi. Shunga muhimi biz Xudoning kimligini, Xudoning qanday xudoligini, Xudo qanday qilyotidi, nimalarni qilmoqchi deganlarni biz shu Xudoning so'zini tushungan vaqtimizda, to'g'ri tushungan vaqtimizda biz Xudoni tuniy olamiz, Xudo bilan texmi yaqin munosabatni, personal munosabatni bog'lay olamiz degan o'xshash. Bunda Xudo bilan texmi cho'nqur va texmi yaqin munosabatni, ya'ni ota bola munosabat deganimiz qanday munosabat? Barcha ishlarni ota bola o'zaro maslahatlashib oladigan, munozir qilisha oladigan, tahlil qilisha oladigan, barcha xo'shalligida bo'lsin, uydagi barcha ishlar bo'lsin, hayotdagi barcha ishlarni ota-onalar, ota bola o'zaro paranglasha oladigan, o'zaro yordam qilib, hatto bolalar otasidan bemalol yordam so'rab, otasiga tayinib, ya'ni shunday mavjudot bir oila munosabati bor bo'ldi emasmi? Shuning o'xshash Xudo bilan bo'lgan bizning munosabat, Xudo bizning farzandim degan ekan, biz Xudoni otam degan ekanmiz, biz ana shunday yaqin va cho'nqur shunday bir munosabatni biz bog'lay oladigan, Xudo bilan shunday bir personal munosabat ichida, shu qadar yaqinlik ichida yashash va Xudoning bizga ato qilgan shu o'zining shu ulug'ligi, shon sharifi, Xudoning shu go'zal so'zlari orqali Xudodan bahralanish, bu hayotimizning asosiy ma'nosi hisoblanadi, yer yuzidagi hayotimizning. Dal shunga o'xshash bunday xalqi Xudoning bizni chaqirishdagi maqsadini, Xudoning bizning oramizga kelib, ya'ni Hazrat Isoning yer yuziga kelib, bizning uchun qurbon bo'lib, bizning qalbimizda, bizning hayotimizda o'zining hayotini qilib yashashining ma'nosini nimaligini biz tushunmagan vaqtimizda mana shunday shu hozir shu yahudiylarning deganiga o'xshash mo'jiza karomatlar orqali ham hayotini mo'jiza karomatlar orqali ham Xudoning mavjudligini his qildigan mo'jiz karomatlar orqali ham Xudo deb ulug'laymiz deganga o'xshash shunday mo'jiz karomatlar, ko'z oldidagi o'zgarishlar, alohida ishlar orqali ham Xudo kuch qudratli, Xudo bizning Xudoyimiz deb e'tirof qilgan undaq bir e'tiqod, undaq bir tushuncha emas, balki biz haqiqiy Xudoning Hazrat Isoni nimishki yer yuziga avatdi. Nima uchun bizning uchun qurbon qilib, bizning uchun o'zining hayotini badal to'ltib turib, bizning uchun o'zining hayotini, jinini pido qilib, o'zining qinini bizning ustimizga sepish orqali bizni poklab, Xudoning huzuriga akirishi. Bu nimadan derak berganligini biz tushunmagan vaqtimizda biz Xudo bilan bo'lgan munosabatni biz to'g'ri tushunmaymiz, sog'lom tafakkur qilmaymiz va hatto e'tiqodning nima ekanligini, biz e'tiqod qilguvchilarning e'tiqodining nima ekanligini, bu e'tiqodning mohiyatini biz to'g'ri to'liq tushunmaymiz. Bu e'tiqod degan biz muqaddas kitobni ko'p o'qiganligimiz uchun va yoki muqaddas ilohiyat, ilohshunosliklarda ko'p o'qiganligimiz uchun bizning e'tiqodimiz yetil qolgan, e'tiqodimiz yiqilishib qolgan, e'tiqodimiz mustahkamlangan bir mazmun emas. Bizning e'tiqodimiz faqat Xudo bilan bo'lgan munosabat, to'g'ri munosabat ichida Xudoning so'zini to'g'ri tushunish, Xudoni to'g'ri tunish, Xudo bilan texim yaqin yashash orqali biz e'tiqodning nima ekanligini haqiqiy to'g'ri tushuna olamiz va to'g'ri ta'bir bera olamiz. Ham hatto boshqalarga to'g'ri holatda tushuntirib, boshqalar xush xabarni ham to'g'ri yetkaza olamiz desak bo'ladi. Demisin biz birinchi ko'rinliqlar, ya'ni ko'rinliqlar yozilgan birinchi xat, birinchi bob 22 oyatga qaraydigan bo'lsak, mushu hozirgi yahudiylar so'raydi emasmi? Biz qanday mo'jiza orqali bizga o'zingizga ishondirsiz degan mazmunlar, bu yahudiylarning qanday tushunchada ekanligini biz shu ko'rinliqlar yozilgan birinchi xat, birinchi bob 22 oyat orqali to'g'ri tushuna olamiz. Ya'ni shu vaqtda yahudiylar bu xush xabarning rostligining mo'jizalar orqali isbotlanishini talab qiladi. Keraklar bo'lsa, bu dunyodagi donolikni qo'g'lashqashqa bu xush xabar ularni jalb qilolmaydi deydi. Ya'ni bu yahudiylar dediq emasmi? Xudoning mo'jizalik kuch qudrati, ya'ni ayni vaqtda Misrdan chiqqan vaqtida Qizil dengizni yerib bilan o'tkazdi degan o'xshash. Bu cho'lda hatto qanday mo'jizalar yaratilganiga o'xshash. Ana shunday mo'jizalar orqali ham Xudoni ulug' Xudo,
kuch qudratli Xudo, Sardar Xudo deb turib, bular ana shunday mo'jiza karomatlar orqali Xudoning qutqizilish xabarini kutayotgan. Ya'ni Hazrat Isoning kirishga mixlanishini bular nima deb qaraydi? Bular numus deb qaragan. Ama shu yozilgan xatni tafsir o'qisanglar, bularning tushunchasini to'g'ri tushuna olasizlar. Yahudilarga nisbatan Xudo yer yuziga kelib inson oldida hatto nada tug'ildi? Oqurda tug'ildi. Mal varallar yemeydigan shuna bir oqurda tug'ildi. Nayt bir shu vaqtga nisbatan undaq bir yuqori bir tabiqada emas, tuvan bir tabiqada yog'ochning uyida yog'och sifatida tug'ildi. Shuna yaladi, yashadi, ya'ni Jaliliyada bu Yerusalimda emas, eng o'xshash. Shu vaqtlardagi bu shaharlarning qanday bir shahar qilib qilgan bu arq ko'rinishlarni tushunsak, biz bularni ham cho'nqur tushuna oldik. Shuna qilib bu hatto shuna yashadi, hatto qanday holda desa bizni mushundaq mo'jizalarni yaratib turib, kishilarga haqiqatni yetkazib turib, kishilar buningdan cho'ng bir mo'jiza bilan Yahudilarni azod qilib, Yahudilarning arsida Davud podshohligini qayta tiklab, shuna bir podshohlik qurishini kutib turgan vaqtida Hazrat Iso qanday bo'ldi? Kirishga mixlandi. Bu kirishga mixlanib, hatto qanday bo'ldi? O'ldi dedi kishilar uning arsida. O'lib nimaga dafn qilindi va keyin qayta tirildi emasmi? Lekin bu Yahudilar qanday bo'ldi? Bu kirishga mixlanganga qadar ko'rib, shuning bilan bu Hazrat Isoning qilgan ishlarini, Hazrat Iso orqali bu qilgan ishlarni tushunmay Yahudilar buni kirishga mixlanishni bular numus deb bildi. Chunki shu vaqtlarda bu Rim davrida kirishga mixlangan kishilar qanday kishilar desa, kishilar eng nafratlanadigan, eng haqorat his qiladigan, shunday jinoyatlar qilgan kishilarni kirishga mixlaydigan, jinoyatchilarni kirishga mixlaydigan davr emasmi? Hazrat Iso dal shunday eng haqorat qilingan, eng numussiz qildigan shunday bir jinoyatchidek kirishga mixlanib o'ldi emasmi? Yahudilar bo'lsa ayni vaqtda ana shunday bir kuch qudratni, ana shunday bir mo'jizani saqlagan bo'lg'ashqa, bular faqat mo'jizaga ham qarab turgan bo'lg'ashqa, Hazrat Isoning kirishga mixlanishini bular ojizlik, numusluq deb his qilganligini biz tushuna olamiz. Shunga bu yerda Yahudilarni qanday desa, bu xush xabar, ya'ni Yeshaya qismida bu bishorat qilingan Xudoning bu xalqini qutqizmoqchi bo'lgan bu xush xabar. Chunki bu qutqizilish haqida mayli Yeshayada bo'lsin, mayli boshqa payg'ambarlarga aniq deyilgan burun, nihoyatda burunlam allaburun bishorat qilingan emasmi? Xush xabar. Bu qutqizilish xush xabar, Xudoning qutqizilishi haqidagi bu xush xabarlar bo'lsin degan o'xshash bu aniq bishorat qilingan xush xabar edi. Shunga bu Yahudilar lekin Hazrat Isoni Xudoning Hazrat Iso orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan bu ishlarni tushunamay, ko'ramay, bilamay, ana shundaq Hazrat Isoni qabul qilmay rad qilganligini biz ko'ra olamiz. Shunga bu kishilarmi, bu yerda turgan kishilarmi Hazrat Isoning mo'jizasini ko'rib agashgan edi. Biz buni 5-bobda, 6-bobda 5 degan edik. 6-bob 5da Hazrat Isoning mo'jizasini ko'rib agashdi deb turib degan edi emasmi bu kishilarni, bu xaloyiqni. Va Hazrat Isoning mo'jizalik shu nonni 5 non 2 beliqdan shuncha ko'p odamni yegizganligini ko'rib, shu mo'jizasini ko'rib, yana qayta izdidi, keyin agashgan edi. Lekin bularning agashgan Rabbi bo'lsa, Hazrat Iso bo'lsa, bular faqat mo'jizani, ana shunday alomat, karomat, mo'jizalarni kutganligi uchun, shu ularning arsida, ularning hayotida ularning ko'zi ko'ringan shuna bir mo'jizalarni bularning hayotida shakllantirib berish uchun Hazrat Isoning bu mo'jizasini ko'rib, shuna agashgan edi. Ham bu yerdimi Hazrat Iso bu mangulik uzuq bergan, mangulik hayotlik bergan, men o'zimdirman desimi yana Xudoning xizmati, Xudoning avatgan ishini ishlab, menga ishininglar desimi, bular yana izchil Hazrat Isodan talab qilgani dal shu mo'jiza. Mo'jiz yaratib bizni ishondiring deganligini biz ko'rib olamiz. Ham shundaqla bularning deganligi manna ato qilgan, arishdan tushgan manna bergan edi, bizga yana nim berasiz, manna o'xshash nim bera olamsiz degan o'xshash savolni qilgan emasmi? Shuning bilan Hazrat Iso ayni vaqt ajdodinglarga mannani Musa payg'ambar emas, balki otam o'zi bergan, otam tushirib bergan. Hozirmi shunday beryapti, ya'ni hozirmi sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudodan beryapti deb. Bu non arishdan tushgandir va butun dunyo hayotlik berguchidir deb o'zini ko'rsatib turib, ya'ni arishdan tushgandan hozirmi sizlar Xudodan beryapti, arishdan tushgan nonni. Bu non
мәңгүлік hayatlık берген nan, hatta бүткіл dünya yoğurtadigan nan, бүткіл dünya hayatlık bergan nan deb özünü көстіп тұрып, өзінің әрістен түшкен, әқиқи инсанларға hayatlık берген, бүткіл дүнияға hayatlık берген, бүткіл дүнияға нұр булдыған, шунақ өзі әрістен түшкен инсанларның әқиқи озық işkenligini, yani өзінің şu xudalik mahiyetini, tabiatini, hatta bisharatlarda qilgan shu kamachon qutqizuvchining o'zi ekanligini degan buna degan vaqtida bular yana nima deydi desa, hamisha bizga bundaq nonni berib turg'aysiz deb bular tunögünki yegan shu 5 non 2 beliqdan o'zgargan necha ming nonni ko'zda tutib, yana shu mo'jizani tutib turib, yana shu o'zining realligiga qarab turib, o'zining ko'z oldidagi shu yegan nonlarni ko'zda tutib turib, bizga shu nondan yana bizga berib turg'aysiz deganligini, mo'jizani izlab, mo'jizaga ham qartib olganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Endi buning astidagi mazmunlar nima desa, haqiqiy hayotlik bergan non o'zamdirman deb turib, arishdan tushgan non o'zamdirman. Ya'ni bu yerda demesin bayam 32-33 ayette bunen arishdan tushgandir va butun dunyo hayotlik beradigandir, berguvchi nondir deb turib, haqiqiy nonni Xudodan beryapti, hozir beryapti degan emas. Shuni biz hozirda esa o'zini nazarda tutib, shunday da'vat degan edik. Endi dal buning ostidagi mazmunlar dal o'zining qandaq hayotlik beradigan non ekanligini izohlab bergan mazmunlar dal buning ostidagi mazmunlar. Ya'ni 35-oyatda deydi emas, hozirda esa hayatlık beradigandan özemdirman deydi. Men sizlarga degan Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda 7 dona ego ami degan shunday bir jumla tumuri bor deb men sizlarga degan edim. Bu yerda ego ami deganimiz men durman, ya'ni men shu, ya'ni biz buni Misrdan chiqish 3-bab 14-oyatga qaraydigan bo'lsak, Musoga Xudo o'zini tunishtirdi emas, men mangu bar bo'g'uchi. Bizning kitobda men mangu bar bo'g'uchi deb deydi, lekin buni asli ma'noda, asli nimada o'qiganmiz, bu Xudoning tabiatini, xudoligini, Xudoning mangu mavjudligini shuna bildiradigan bir so'z bilan ifodalaydi. Bizning kitobimizda mangu mavjud bo'g'uchidirman deydi emasmi? O'xshab qoladigan dal shu tumur bilan Yohanna bayon qilgan xush xabarda 7 dona o'xshab qolgan shu tumur bor. Ya'ni men birinchisi ozuqliqdirman deb mush 6-bobda chiqadi. Ya'ni birinchisi men ozuqliqdirman deb 6-bobda chiqsa, ikkinchisi men nurdirman, men yo'ruqliq va nurdirman deb 8-bobda chiqadi. Ham shundaqla 10-bobda men ishik shu nima kirgan ishikdirman deydi. Va shundaqla 10-bobda yana men yaxshi podachidirman deb. Ve 11-babda men mangu hayotlik, ya'ni mangu hayotlikdirman deb chiqadi. 14-babda men yo'l haqiqatdirman deb chiqsa, 15-babda men haqiqiy uzum telidirman degan o'xshash shundaq 7 dona bu Hazrat Isoning xudolik tabiati, xudolik mohiyati, xudoligi oid shundaq xudoligini tunishtirgan, xudoligini izohlab bergan shundaq 7 dona cho'ng tumur bir yerda chiqadi. Biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda Hazrat Isoning dal xudolik tabiatini bizga tushuntirib bergan, xudolik sifatida qandaq xudolik xislatlari degan o'xshash shularni hammasini bizga mujassamlashtirib tushuntirib bergan mazmunni biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda ko'rib olamiz degan edi emasmi? Dal shunga o'xshash endi birinchisi men hayotlik bergan nondirman, non o'zamdirman degan shu jumlani dal shu 35-oyatda da'vat qilganligini biz ko'rib olamiz. Ham shundaqla mening yenim kelganlar hargiz osh qolmaydi, menga e'tiqod qilganlar hech qachon usimaydi. Lekin sizlarga aytganimdek, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, menga e'tiqod qilmayapsizlar, da'vat qilgan ko'ra olamiz. Bu yerda deydi, mening yenim kelganlar och qolmaydi va usimaydi deb. Biz Yeshaya bayon qilgan xo'sh xabar 55-bob 1-oyatdan 4-oyatga qaraydigan bo'lsak, dal shu bugungi oyat, bugungi mazmunlarni yig'inchoqlab bergan mazmun bor. Ya'ni Parvardigor mundaq deydi: "Kelinglar ey chanqig'anlar, suv ichib elinglar. Kelinglar ey yo'qsullar, narsa elib yenglar. Mayli sharab elinglar yoki sut elinglar, hech qanday haq to'lamaysizlar, hammasi haqsizdir. Nima uchun quvvatsiz yemekliklarni setib olasizlar?" Ya'ni bu quvvatsiz yemekliklar deganimiz buzildigan yemekliklar degan o'xshash. Shunaqa emasmi? Hamda nima uchun jafo mushaqqatni topgan pulinglarni sizlarni qanoatlantirolmaydigan narsalarga o'rinsiz sarf qilsizlar?
Sizlar sözümə diqqət bilan qulaq selinglar. Şundaq qilsanglar, yaxshi yeməkliklarni yegan bo'lasizlar, ko'nglinglar to'q turadi. Gepimga quloq selib yenimga kelinglar, anglanglar. Shundaq qilgandilar, haqiqiy hayotlikqa ega bo'lasizlar. Mən sizlər bilən məngülük əhdi tüzümən, mən Davudqa ata qılğan məngülük muhabbetimni sizlərə ata qılmən deyə muşu məzmunu biz görə alayımız. Yəni Yeşaya 55-ci bab 1-ci ayətin 4-cü ayət qədər məzmunlarını oxusanlar dəli şu hədə çıxıdı. Bu yerdə ey çanqallar su içib elinglar, yoxsullar nərisi elib yeyinglar deyə məzmun bilən bu yerdəki məzmun özara bağlanışlıq. Çünki bu yerdə ərgiz aş qalmaydı, heç qaçan usumaydı deydi emasmı? Yani mening yenim kelganlar usumaydi, aş qalmaydı deb. Bu yerda Rabbning bu yerda su iç, bu yerda Yeşaya payg'ambar degan su ichinglar degan bu yerda, ya'ni nijotlik quduqidan su ichinglar degan mazmun ham o'sha Yeshayada uchraydi. Shunga o'xshash bu suv deganimiz usumaydi deganimiz bu nijotlik, qutquzilish, xo'sh xabar, shularni ko'rsatganligini. Ham shunaqla Rabbning qutquzilishidan su ichganlar, Rabbning uzuqidan yeganlar. Yani Rabbning bizga nijotlikdan su ichganlar, Rabbning qutquzishidan uzoqlik yeganlar, uzoqlik ag'alar deb. Biz dal 4-babdimiz Samariyalik ayolning shu mazmunida Rabb degan emasmi? Men ataqqan suni ichganlar, menga usimaydi, chanqamaydi deb Rabb alabirin degan shu vaqt biz ko'yganga o'xshash. Bu yerda Rabbning ko'rsatgan, Rabbning degan mening yenim kelganlar mening qutquzishim, mening nijotligimdan su ichganlar, mening qutquzishimdan uzoqlik olganlar. Menga usimaydi, mengulik haqiqiy hayotlikka erishidi degan mazmunni Talmush Yeshaya payg'ambar bilan Yohanna opa qilgan xush xabarda o'zaro zish bog'lanish kerakligimiz ko'ra olamiz. Bu yerda chanqash, bu ochlik deganimiz insonning tabiatida singib ketgan bir gunohkorlik bir tabiat desam bo'lib, ochlik, chanqash nimadan derak berdi? Dal shu oshko'zlik, nafsoniyat degan o'xshash bu inson tabiatidagi shunday bir bo'shliq bor. Chunki inson qanday yaratilgan desa, Xudo insonlarni yaratganda dal shu Xudo to'ldiradigan shu o'rin bor emasmi? Xudo hamma insonning qalbida Xudoga bo'lgan, Xudodan keladigan bir o'rin bor, bo'shliq bor. İnsanlar gunoh tufaylidan Xudodan ayrilganda dal shu qalbi bo'sh qolgan, ya'ni ruhi o'lgan emasmi? Shunga inson asonlam, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabati buzilganligi uchun inson tayinishchan keldi. Ya'ni bir narsaga tayinib olg'isi, bir narsa orqali o'zining qalbini tinchlik his qilishni, tinchlik tepishni xohlaydi. Shunga inson yashaydi, ba'zilar puli jiq bo'lsa, yanada pul jiq bo'lsa, o'zini xotirjam his qildi. Ya'ni hayotidan ansirmaydigan, g'amlandish qilmaydigan. Va yoki ba'zilar bo'lsa, boshqa narsalar orqali o'zlariga qanoat yoki xotirjamlik his qildi. Ishqilib inson Xudodan o'zini bexatar his qilmasa, Xudoga tayinishni o'ziga qilmasa, boshqa bir yer yuzidagi mayli insonga va yoki pulga va yoki o'zining shon sharifiga va yoki o'zi qo'g'lashgan narsalar orqali o'ziga bir xotirjamlik tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi, qanoat tuyg'usi degan narsalarni shu narsalar, atrofdagi narsalar orqali to'ldirishni, shu qalbidagi bo'shliqni to'ldirishni izlaydigani dal shu inson tabiati. Dal shunga o'xshash, hatto ba'zi xo'shallik izlaydi, xo'shallik yer yuzining xo'shalliklari orqali o'zini xo'shal qilmoqchi bo'ladi, lekin izdiz unda xo'shallikni vaqtli ekanligini, qalbini qanoatlantiradigan bir xo'shallik emasligini his qildi degan o'xshash. Dal shunga o'xshash, inson tabiatidagi dal shu Xudodan ayrilgandagi shu qolgan bo'shliqni biz faqat Xudo bilan bo'lgan yorishish orqali, Xudo bilan bo'lgan munosabat orqali qalbimizga qanoat his qila olamiz, qalbimizga shu bo'shliqni to'ldira olamiz. Haqiqiy shu xo'shallikning nimaligini, haqiqiy hayotlikning nimaligini shu vaqtda Xudo bilan bo'lgan munosabat orqali biz his qila olamiz. Mush Yeshaya payg'ambar qismidami, ya'ni bayan o'qidik emasmi? 55-oyatda chanqallar suv ichinglar, yo'qsillar narsa elib yenglar, sharob elinglar yoki sut elinglar deb turib. Bu yerda ya'ni sharob yoki sut degan nimadan derak beradi desa, sharob bo'lsa haqiqatan xo'shallikni simvoli, Sut bo'lsa tinch amallikning simvoli. Bayam dedik, suv ichish nima bu? Nijot qudug'idan suv ichish dedik. Dal shu nijot qudug'idan suv ichganlar, Xudoning nijotligidan uzuq olganlar, dal shu Xudoning beradigan, Xudodan keladigan tinchlik va xo'shallikdan bahramand bo'lganligi, ularning hayotining hargiz bir tashqi muhit
yoki qo'l ilkida ega bo'lgan narsalar va yoki o'zi erishgan natijalar orqali shuna bir ma'no, mazmun, qanoat his qiladigan, xo'shallik his qiladigan, tinch his qiladigan undaq bir qalb emas, balki Xudoning nijotidan, Xudoning nijotligidan, Xudo bilan bo'lgan munosabatdan, Xudodan, ya'ni Xudoning amrohligidan keladigan shuna bir xo'shallik, tinchlik va shunaqla tinch amonlik, qanoat qalbining haqiqiy ma'nosi, xo'shalligi, hayotining ma'nosini dal shu Xudodan keladiganligini his qila oladi desam bo'ldi. Dal shuningga o'xshash mana shularning hammasi dal Hazrat Iso ishkali, ya'ni Hazrat Isoning yeniga kelish orqali ham shular erisha oladiganligimizni ta'kidladi. Hazrat Iso deydimiz, mening yenimga kelganlar oshqolmaydi, usimaydi deb. Shunga deydi, lekin sizlarga aytganimdek, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, menga e'tiqod qilmayapsizlar deb. Ya'ni shuna ko'z oldida Xudoning shuna nijotligi, Xudoning shuna avatgan, ya'ni avatmoqchi bo'lgan bishoratlarda oldin ola deyilgan, avatmoqchi bo'lgan qutquzuvchi Masih, Xudoning o'zi bularning oldida bo'lsa-mu, bular Xudoning mo'jizasini ko'z oldidagi o'zgarishlar orqali Xudoning kuch qudratini ko'rmoqchi bo'lgan emasmi bular? Bu xaloyiq. Shunga Hazrat Iso deydi, dal men shu oldinglarda turgan bo'lsam-mu, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, ko'zinglarning oldida men turgan bo'lsam-mu, menga e'tiqod qilmayapsizlar deb. Shunga bu yerda biz ko'rish deganni biz olamning yaratilishida izchil deb o'tgan edik. Bu ko'rish deganimiz ko'zimizni ochib, ko'zimizning oldida, ko'zimizning nurining oldida paydo bo'lgan narsalarni ko'rish emas, balki ko'z nimaga bog'liq? Qalbga bog'liq. Qalbdagi niyat maqsadga bog'liq ekanligini biz his qila olamiz. Shuningdek, qalbimiz nimani izlasa, nimani ko'rmoqchi bo'lsa, ko'zimizning ham shuni ko'rganligini, qalbimiz bizning niyat maqsadlarimiz boshqa yerda bo'lsa, ko'z oldimizga har qanday narsalar bo'lsa-mu, bular ko'zimizga ko'rinmaydiganligini. Shunga bizning doim intildigan ko'zimizning nuri nimaga bog'liq? Dal qalbimizdagi intilgan hayot yo'llarimizga, nishon maqsadlarimizga bog'liq bo'lg'achqa, ko'zimiz dal tikildigini, dal shu qalbimizda intilgan narsalarga tikilib yashaydiganligini biz his qila olamiz. Shunga bu Yeshaya payg'ambar qismida bo'lsin, boshqa payg'ambarlar nima deydi desa, ko'zinglar faqat Xudoga tikkanlar, Xudo tikilib qaraganlar, Xudoga qaratganlar naqadar baxtli degan mazmunlarni aytib ko'p uchraydi. Dal shuningga o'xshash bu yerda ko'rish deb turib, bularning ko'z oldida, bularning orasida Xudo billi bo'lgan bo'lsa-mu, Xudo bularning orasiga kelgan bo'lsa-mu, bularni ko'rib turibmi, ishonmaganligi, tushunmaganligi, e'tiqod qilmaganligining dal shu bularning qalbida Xudoga bo'lgan xato bo'lgan bir qarash, xato bo'lgan bir tushuncha, ham Xudoning ishlarini, Xudoning xizmatini, ya'ni qutqizish xizmatini, chunki Xudo o'zi qutqizishni evatma, sizlarni qutqizma deb qilgan bishoratlar bor emasmi? Shu bu yahudiylar izchil saqlayotgan emasmi qutqizuvchini? Lekin bularning qalbida saqlayotgani, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlarini, planini bular o'zining turmushiga, hayotiga, o'zining manfaatiga bog'lab turib, Xudoning so'zlarini o'zining tushunishi bo'yicha, o'zining turmushidagi ehtiyojlari bo'yicha, manfaati bo'yicha, o'zining o'y fikr tushanchalari bo'yicha Xudoning so'zlarini, bishoratlarini izohlab olgan, tushunib olganligini va shu o'zining tushunchasi bo'yicha o'zining saqlayotgani dal o'zining tushunchasi ichidagi dal Xudoning xizmati emasmi? Xudoning xizmatini dal Xudo o'zining so'zi orqali yetkazgan, Xudoning qilmoqchi bo'lgan shu sap bo'lgan Xudoning so'zi orqali tushunishimiz kerak. Hargiz o'zimizning o'y fikrimiz, o'zimizning tushunchamiz, o'zimizning turmushimizning mahsulotlari orqali Xudoning so'zini izohlab, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlarini tushunib olsak, dal mushlarga o'xshash xato bo'lgan holatda Xudo garchi ko'z oldimizda Xudo o'zining ishlarini bizga namoyon qilayotgan bo'lsa-mu, Xudo o'zining so'zlarini bizga taqdotgan, yetkazayotgan bo'lsa-mu, biz bularni anglasaqmi tushunmaymiz. Chunki bizning qalbimizda o'zimizning niyat maqsadlarimiz, o'zimizning orzu qilgan shu havaslarimiz shular bor bo'lganligi uchun, shularni markaz qilib turib tushunishni biz intilayotganligimiz uchun, o'zimizning o'y fikrimiz bilan tushunishni biz izohlashni biz qilayotganligimiz uchun Xudoning so'zi garchi bizga anglanayotgan bo'lsa-mu, garchi bizga yetkazilayotgan bo'lsa-mu, biz qalbimizni quridimisak, o'zimizning qalbimizga shu o'zimizga xos bo'lgan shu o'y fikr, ko'z qarashlarimizni qurg'dab turib Xudoning so'zini anglashga tayyor qilmasak, biz Xudoning so'zini anglasakmi tushunmaydiganligimizni, Xudoning qilayotgan
atrofimizdagi hayotimizga o'tgan ishlarni ko'rsakmi, biz bularni tushunmaydiganligimizni, ko'rmaydiganligimizni, Xudoning bizga ato qilgan dal shu mangu hayotligidan bahrilanmaydiganligimizni davatqanligimizni ko'ra olamiz. Bu mazmun dal davomida texmo cho'nqurroq, texmo mo'lroq bizga izohlab berdi. Buni biz keyingi qatimli darsimizda davomli ko'raylik. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz bugunmi planimizga yetamidik. Ya'ni asli 46-oyga qadar ko'raylik dedik. Degan edik, aran 36-oyga qadar ko'rdik. Shuna bo'lsa-mu, biraz turmushimiz bo'yicha bunday ko'rsak, mencha abstrakt holatda mazmunlarni ko'rganimizda o'zimizga qanday tatbiqlay olamiz, o'zimiz qanday shu mazmunlarni qanday tushunishimiz kerak deganlar orqali biz texmo kuzatish, o'zimizning hayotimiz orqali bularni texmo o'zimizning qalbimizdan texmo kuzatib, tafakkur qilishimizga mencha yordam bo'ldi. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz keyingi soatda, keyingi sonli darsimizni ko'rishaylik. Hammalar Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha ro'shan qilib, Xudoning so'zini anqiraydigan, tushunalaydigan shunaq bir o'y fikrni, qalbni, tushunchani Xudoning sizlarga ato qilishini, sizlarni doim isloh qilib turishini, Xudoning so'zini cho'nqur tushuntirishini, sizlarning qalbinglarda, hayotinglarda Xudoning so'zi orqali, Xudoning so'zi biqsurib, hayotlik darixidek hayotinglarda Xudoning haqiqatning haqqoniylikning mevlarining meva berishini men tilayman. Biz ham keyingi soat sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'linglar.